Ramazon oyidan keyin mana shunaqa bitta polni artib kiradigan xonadon barchangizga nasib qilsin. Bugungi obzorimiz Ro'taki ko'chasida bo'lyapti. Ko'rib turganingizdek, bu kattagina mehmonxonamiz. Juda ham chiroyli. Shunday emasmi? Kommentariyaga fikringizni yozib qoldiring. Hozir kirish holimizdan boshlaymiz. Tak, kirish eshigi. Bu yerda esa juda ham chiroyli garderobimiz mavjud. Ikkita alohida sanuzorlarimiz mavjud. Ikkalasidan ham bemalol foydalansa bo'ladi. Mana ikkinchisi. Bu yerda esa chiroyli ayollarning sevimli xonasi desa ham bo'ladi. Kuxnyamiz. Ko'rib turibsiz, barcha mebel texnikalarimiz qo'yilgan, kontur, katyol hamma narsa joylashtirilgan. Faqat kirib yashaydigan oila kerak bu uyimiz uchun. Va bu yerda bolalar yotoqxonasi, ikkita alohida mebellar qo'yilgan, shkaflar mavjud, pardalarni ham chiroylilardan tanlangan, dekorlar qilingan. Endi esa kattalar yotoqxonasiga o'tamiz. Bu kattalar yotoqxonasi. Biz hozir ikkinchi qavatda joylashgan xonadonimizni obzorini qilyapmiz. Bu xonadonimiz uchun uy sohiblari 127 ming AQSh dollari so'ralyapti. Aslida bu xonadonga bu narx juda ham arziydi deb o'ylayman. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Kvadrati esa 102 kvadrat ekan.